vatandoshlar, mana ko'rib turganingizdek Moskvaga avtobusimiz yo'lga otlanmoqda. Bu borada avtobusimiz sharoitlari to'g'risida yo'lovchilarimizdan ikki og'iz fikrlarini bilamiz. Qani marhamat. Assalomu alaykum akajon. Yaxshimisiz? O'zingizni tanishtiring. Men Nasrullo Rahmatov, Buxoro viloyatidan Moskvaga ketyapman. Avtobusimiz sharoitlari to'g'risida qisqacha ma'lumot bera olasizmi? Yaxshi, yomon emas. Yaxshi. Sharoitlari yaxshi. Yaxshi, o'z vaqtida. Yo'q. Chipta xarid qilishda hech qanaqa bir qiyinchiliklar bo'lmadimi? Yo'q. Qancha? 1.15 ming. 1.15 ming, Kassiga kelib bemalol oldingiz, hech qanaqa aldovlar bo'lgani yo'q. Xalqimizga ham tavsiya qilasizmi bizning Uzavtotrans avtobuslarini? Tavsiya qilaman. Tavsiya qilasiz. Rahmat akajon. Ko'rib turganingizdek aziz vatandoshlar, mana yo'lovchilarimiz fikrini eshitdinglar. Kimda-kim shunaqa qonuniy davlat tomonidan qo'yilgan qonuniy avtobuslarda ketmoqchi bo'lsa, ekranda ko'rsatilgan raqamlarga murojaat qilib biz bilan bog'lanishingiz mumkin. Obuna va like tugmalarini bosib qo'yishni unutmang.